Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Sog'misizlar, omonmisizlar? Yaxshi ko'rgan insonimiz bizani yaxshi ko'radimi? Hozirda qanaqa ahvolda? Siz sevgan inson sizni sevadimi? degan ochirimda ko'rib chiqamiz. Ikkita kartadan bittasini tanlaysizlar. Birinchi variant, ikkinchi variant tanlagan bo'lsangizlar, men birinchi variantdan boshlayman. Xo'p, yaxshi ko'rgan insoningiz sizni sevadimi? U qanaqa holatlarda? Hozir shu haqda ko'rib chiqamiz. Kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmangizlar. Xo'p, yaxshi ko'rgan insoningiz hozirda yaxshi ko'radi sizni, lekin tuyg'ularni bildirmaslikka harakat qilyapti. Yashirishga harakat qilyapti negadir. Juda ham yaxshi ko'radi sizni, juda ham chiroyli kelishgan, suluv, beg'ubor deb tasvirlagan. Negadir bir tushkun ahvollarga tushib qolyapti bu inson. Nega? Chunki oldida qarshiliklar bor, qanaydir bu insonning oldida qarshiliklari bor. Lekin sizni sevishini aytyapti. Men yaxshi ko'raman bu insonni deb tushkun kayfiyatlarga tushib siqilib qolyapti bu inson. Tuyg'ulari bor, sizga ayta olmaydi, lekin xursand qilishni yaxshi ko'radi sizni, lekin qila olmaydi. Qanday xursand qila olmayapti u inson sizni. Siz o'ylaganda juda ham chiroyli, suluv deb o'ylayapti, lekin sizdan ketyapti bu inson. Nima sabab ketyapti? Tuyg'ularda osilib qolgan, ikkilanishlarda qolgan hozirda. Ketyapti bu inson sizdan. Qarshiliklar bor bu insonga nisbatan. Siz bilan oila qurishni xohlaydi, yarashishni xohlaydi, ayriliqdalar bo'lsa. Sizga juda ham iliq taassurotlar bilan eslaganda sizni. Lekin ikkilanishlarda turibdi-da qanaydir bu inson. Rejalar tuzyapti sizga qaytish uchun. Taqdir tomoni tuhfasi bilan, ya'ni taqdir tomonidan menimcha yarashishlar bo'ladi sizlarga. Taqdir tuhfasi ila yarashishlar bo'ladi. Xo'p, yana sizga rejalar qilyapti bu inson yarashish uchun. Qanchalik qiyin bo'lmasin, yarashaman degan maqsadda turibdi bu inson. Rejalari bor bu insonni. Qanaydir rejalar tuzyapti sizga qaytish uchun. Chunki sizni yaxshi ko'radi juda ham bu inson. Siz tomonga qanchalik to'siqlar bo'lmasin, baribir siz tomonga keladi bu inson. Taqdir tuhfasi bilan hammasi yaxshi bo'lib ketadi sizlarda. Yaxshi bo'ladi, birga bo'lishlaringiz bor. Qarshiliklar bor, lekin birga bo'lib ketasizlar, nasib inshaalloh. Birinchi variantdagilar hammasi yaxshi bo'lib ketishi tushdi, nasib inshaalloh hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ikkinchi variantdagilar endi. Xo'p, ikkinchi variantdagilar. Bu inson qanaqa inson, qanaqa holatlarda bu inson? Bu inson ketyapti. Bu insonga pul kerak, pulga muhtoj bu inson. Qanaydir pul bilan muammolari bor bu insonni hozirda. Xo'p, yana qanaqa holatlarda? Xo'p, qanaydir ikkilanishlarda, o'ylovlarda turibdi, rosa analiz qilyapti nimalardadir. Juda ham pul yig'yapti bu inson. Pul kerak bu insonga. Qanaydir pul bilan muammolari bor bu insonni. Siqilib qolyapti bu inson juda ham. O'ylovlarda, tashvishlarda qolyapti. Nima uchun? Juda ham siqilib qolyapti. O'ylovlarda qolyapti. Hafsalari pir bo'lib ketyapti. Rejalar tuzyapti nimalar haqidadir. Lekin rejalari o'xshamayapti bu insonni. O'ylovlarda turibdi qanaydir, rejalari o'xshamayapti bu insonni. Xo'p, nima bo'ladi dalshi? Nima sababdan bunaqa bo'lyapti bu insonda? Bu insonda nima sababdan? Qanday ayol kishi sabab bo'lyapti bu insonga? Ham pul bilan muammosi bor. O'sha orzular qilyapti, maqsadlar qilyapti. To'siqlar bo'lishiga qaramasdan taqdir tomonidan yechiladi bu muammolari, xudo xolasa, nasib bo'lsa. Va yana kuchga, qudratga to'lish ko'rinyapti. Yaxshi kunlari kelishi ko'rinyapti bu insonni. Pul bo'yicha muammosi hal bo'ladi. Hal bo'lishi ko'rinyapti va yana kuch qudratga to'lishi ko'rinyapti bu inson. Hammasi yaxshi tomonga hal bo'ladi inshaalloh. Xo'p, yana o'ylovlarda turibdi hozir, lekin bu o'ylovlari yaxshi tomonlarga hal bo'ladi taqdir tomonidan, orzulariga erishadi. Faqat ozgina sabr qilish kerak. Menimcha pul bo'yicha juda ham muammoga kirib qolgan inson chiqdi bu ikkinchi variant tanlaganlarda, lekin yechilib ketadi ko'p kun o'tmasdan.